شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz ilgirki darslerimizde Sure Baqaraninki 6-oyatigacha o'qidik. Surening 5-ida Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimni bizlarga tunishtirib, Qur'oni Karimning büyük hidayet sahibi ekanligi. Ama bu hidayetga haqli qolganlarning faqat 2, 3, 4 oyatdagi 5 sifatni o'ziga mujassamlagan kishilarlar ekanligi. Shu 5 sifat mujassamlanganda andan keyin Allohning eng oxirgi ularga turadigan nijotligiga erişalaydiganligini tilg'ab o'tgandan keyin mu'minlar masalasidan bika bo'lib, mu'minlar masalasi oxirlashib, kofirlar masalasiga o'tgan. Ya'ni kuffarlarningki dunyoda ikki turlik bo'lib, birisi haqiqatni tushunmaganligi, bilmaganligi uchun kofir bo'lganlar. Bu turlikninki iymon aytib, haqni anglasa, iymon aytadiganligi. Ammo tilg'alingan bu o'rinda ikkinchi turlik kofir bo'lib, bular haqiqatni bilsimi, dalillarni ko'rsimi, iymon aytmaydilar. Chunki bularning kufrsi, bularning kufr bo'lishi qalbining tegidan olmasdan, balki ular manfaatga bog'langan bir nuqta tufaylidan. Masalan, ular shu kufr asosida yashagan, o'zining saltanatini, o'zining mol mulkini, o'zining huquq, yuz obro'yini shu kufr asosida tiklagan bo'lgach, agar kufrdan ajrab imonga kirgazsa, anaslardan ajrab ketishdan ansirab, uningga bog'lanib qolgan hayotidan ko'z qirini ololmay, ya'ni shu hayotidan voz kechmay kufrda ching turganlarning gapini qildi Alloh. Bularga qarata mayli siz ularga qanchalik dalillarni ko'rsatib keting, ularga qanchalik vaz nasihat qilib keting, ularga manfaat bermaydi, ular iymon aytmaydi. Ne Alloh bizga deb bergan ilgirki 6-oyatda. Endi 7-oyatda yana shuning davomi, shu iymon aytmaydigan kuffarlarningki iymon aytmasligining sababi yoki shu kuffarning bir xil sifatini bizga bayon qildi. Chunki ilgirida mu'minlarning masalasini tilga oldi. Mu'minlarning masalasini 5 sifat bilan sifatladi. Masalan, iymon g'aybga iymon aytadi. O'zining Alloh bilan bo'lgan aloqasini, namoz tamsil qilayotgan Alloh bilan bo'lgan aloqasini izchil saqlaydi. O'ziga berilgan butun imkoniyatlarni din o'zining musulmon qarindoshlari yo'lida sarf qiladi. Kitob Peygamber Islam'a tushilgan bo'lsin, ilgirkilar tushilgan bo'lsin, buningga iymon aytdi, oxiratga haqiqiy chin ko'nglidan jazm qiladi deb mu'minlarning sifatini bayon qilgan to'g'ri. Endi hozir kofirlarning sifatini bayon qilib deyotdi. Bularning xarakteri bu. Bularning sifati buki xatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va absarihim ghishawa va lahum azabun alim. Allah ularning qalbiga muhr besib etgan, pichatlab etgan. Ularning ko'z, quloqlarida, quloq ko'zlarida parda va ularga qattiq azob bor deydi. Ya'ni mushaytlam chiqib turibdi, bu xil tipdagi kuffarlar, bu xil tipdagi dinsizlar haqiqatni qancha o'tirg'i qo'ysang tushunmaydi. Chunki ularning qalblari pechatlangan. Haqiqatni qancha bayon qilsang anglamaydi. Chunki ularningki quloqlari tushunmaydi uni, anglamaydi uni. Haqiqatni qancha ko'rsatsang ko'rmaydi bular. Chunki masala ularning qalbi pechatlanib ketgan. deb Allah bunu bayon qildi. Ammo bu yerda biz bilib olishga tegishli bir necha nuqtalar va qani anglab o'taylik.
Allah subhanahu va taala mu'minlarning sifatini bizga bergandek ilgirki oyatlarda kofirlarning sifatini bizga berib ba'zilar so'rashi mumkin. Yuqorida oyat deyilgandek Allohning kuparlar qilgan hukmi bu tursa, ya'ni Alloh ularning qalbiga picha selivatdi desa, nimishqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kuparlarni imo etishni talab qildi. Alloh uning qalbiga picha selivatgan tursa. Oyatda Alloh qalbiga picha selivatdi. Sen ularni ogohlantirmasang, ular iymon etmaydi degan yerda Rasululloh nima uchun tirishib ularning iymon etishi shuncha tirishchilik ko'rsatdi. Bu yerdagi pichatlash, qalbni pichatlash degan gap, bir narsaning og'izni pichatlab baqqango, og'izni pichatladik degan gap sirtdan ichiga kirmaydi, ichidan sirtiga chiqmaydi degan gap. Ana qalbga pichat silishning ma'nosi, hukmi bu yerda qalbdagi kufrning chiqmasligi, qalbga iymon kirmaslik. Bu masala qanday masala? Alloh o qalblardan kufrni chiqarmaydigan, iymonni kirgizmaydigan holatda bir pichatlayotgan tursa, Rasululloh nima uchun kufrlarning iymon etish uchun tirishidi? Biz nima uchun kufrlarning iymon etish uchun tirishimiz desak, bu savol tushdi-da, bu savolni so'rab qilishi mumkin. Naqul biz deymizki, Alloh subhanahu va taolo buni tushunish kerak. Bütün dünyadan bir hacet. Aldı bilen bunu düşünüş gerek. Kimler iman etip gelsin, kimler iman etmesin Allah'a hiçbir fayda ya ki hiçbir ziyan yetmeydi. Bu noktayı koysun. Hem de Allah hakikatini bizden aramızga taşlap, peygamberlerini evetip, kitaplarını düşürüp, dünyadaki bu sınav imtihan meydanıdan çıkıverişimiz için yol haritasını bizge bergen tutsa, biz ilgili dersimiz degandek bir bilik adamlar aşı yolunu tanlamay yeni bir yolunu tanlaydı. A yolunu tanlaganlarga nisbeten ilgili dersimiz degandek huden lil muttaqin. Allah onun kuludunu tutup, onu doğru yolga yeteklaydi, doğru işlerge yardım berdi, ularni ahirda cennetke yetkizdi. Bu illaga qiladigan yordami. Endi doğru yolunu tanlamag'inicha. Mesela siz bir dünyada bu, o'zingizning do'st birodarlaringiz yoki dunyodagi muomala qilayotgan ishlarini misol qilib baqsangiz bo'ladi. Misol orqali tushunsak, texmi yorqin tushunamiz. Mesela siz birovga, masalan oldingizda ikki do'stingiz yoki ikki sizdan bir yordam istab kelganlarga yo'l ko'rsatdingiz, birisi sizning yo'lingizni qabul qilib, zodi to'g'ri mush yo'lcha mansam, men ishlarimni yaxshi ola oladigan o'xshayman. Azroq bir menga chiqish yo'liga o'xshaydi deb tanladi. Siz uni uzluksiz shaklda uning ko'ngil bilasiz. Uning ishlarini so'rab turasiz, nega bording, nega kelding, ha ish qanday bo'ldi, ma ish qanday bo'ldi, ani bundaroq qil, mana andaroq qil deb so'raysiz uningdan. Bu kallangiz. Ammo sizning gapingizga pisand qilgan bu deydi bu o'zimchaqlab qo'ydigan odamga nisbatan shu kun ustun tartib siz uni bilan chatoqingiz olmaydi, uni tashlab etasiz, ahvolini so'maysiz. Bu sizdan yo'l so'rab kelgan yoki siz yo'l ko'rsatganlarningki sizga tutgan pozitsiyasiga qarab turib qiladigan muomalangiz. Alloh yo'lni bizga berdi, Qur'onni bizga tushirdi, payg'ambarni bizga avatdi. Tanlash, seçish huquqi bizda. Biz qachon Alloh ko'rsatgan yo'lni tanladik, hudal lil muttaqin bo'ldi o Qur'on. O payg'ambar bizga nisbatan hadi yo'ludi. Biz yo'llarimiz uzluksiz davom qilamiz. Alloh bizga yordam berdi. Oxirga yetib olaymiz. Nishonimizga yetib olaymiz. Ammo yana bir yo'lni tanlagan vaqtimizda Allah bizni o'z yo'limizga tashlab qo'ydi. Biz bag'an sira xatoliklar keltirib hatto yanamaydigan bir holatlarga o'tamiz. U vaqtda qanday bo'ladi? Innallazina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya'ni bizga hech nima foyda qilmaydigan bir holatga yetamiz, kufrli holat. Alloh saqlasin bunday yo'ldan. Buning sababi dal bizning qalbimiz a yo'lni tanlab bo'lgandan keyin xolos Alloh tarafidan pichalangan. Yeniş prostumuz olmaydı bizningki. Mayadagi pichalash degani shu. Endi biz meyli iman aytgan yo'l, iman aytib Alloh ko'rsatgan yo'lni tanlaylik yoki Alloh ko'rsatgan yo'lning g'ayrini tanlaylik. Allohga hech nimasi yo'q, ziyni yo'q, foydasi yo'q. Shuning uchun bizning iman aytmasligimizga Alloh nima qilib ketmaydi. Iman aytganimizni xushallab ketmaydi masalan. Chunki Allohga foydasi yo'q-ku, amaliyotda foydasi o'zimizga. Bu nuqtadan
Xalqlarning, Allohning xalqining ba'zisi iymondan o'zini behojat deb qarab kufr yo'lini tanlasa, biz degandek ikki yo'lning ma yo'lini tanlasa, Alloh subhanahu va taolo uning o'zini men behojat bu yo'lga kirmasam bo'ladi. Men unda nasihatlarga, unda yo'l ko'rsatishlarga ehtiyojli emas deb qargan benning u ahvoliga yordam beradi, iymonga qaytishga yordam beradi. Chunki u boshqa yo'lni tanladi. Şoňa Allah subhanahu wa taala bir hadis-i kudsida muşa ahvalını qilib da'vatudi. Ana 'inda zanna 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Men bendem manga qanda qarashdi bolsa şunda qarashdi. Bendem menbege yolunu tanladı, tamam men onun bilan birge. Bendem menden yüz ör başka yolunu tanladı, tamam onu yolunu mangdurup qo'yman. Meni qachon aslasa men shu vaqtda bendem bilan birga bo'laman. Meni ko'nglimda aslasa men onu ko'nglimda eslayman. Meni bir top kishilarning ichida turib tilga olsa, men u topdan yaxshiroq bir top kishilarning ichida turib uni tilga olaman. Menga bir g'arch yiqilsa, bir gaz yiqilishima. Bir gaz yiqilsa, bir g'olat yiqilishima. Menga piyoda minib kelsa, men yugurib kelaman. Bu nimda o'tdi? Yani biz tanlagan yo'limizga qarab turib muomala qilishimiz. Allah ko'rsatgan yo'lni tanladikmi, uzluksiz yordam berishimiz. Yana bir yo'lni tanladikmi, shu yo'lda mengishga yordam berishimiz. Yani shu yo'l bizga nisbatan qulay qilinadi hisobda. Dastlab o'zimiz tanlagandan keyin undan keyin davomlashib ketamiz shu yo'lda. Endi bu hadis-i quddisi bizga shuni intayin ro'shan izohlab berdiki, Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga iymonga qarata yordam berdi. Chunki mu'minlar u yo'lni tanladi. Yani shundaqla mu'minlarga iymon yo'liga yordam berganidek, bir bandaning iymonga kelish kelmasligi Allohga nisbatan hech narsa emas. Yani Allohga hech bir foydasi va ziyoni yo'q. Shunga biz Qur'oni Karimninki nazuk shaklda shunda hukm qilganligini ko'ramizki, kufr olganlar öz irodasi bilan kafirni tanlagan bo'ladi. Qandaqdir Alloh uni kufrga sab qo'ygan. Chunki tanladi shu yo'lni. Shu yo'lni tanlab qolgandan keyin oxirigacha mang'ilgan gap shu yo'lda. Bularning kufrni tanlashi Alloh qalbiga picha selvetishdan ilgirki bo'lgan ahvol. Xuddi men bayat misollar berganimdek, mendan maslahat so'rab, maslahatimni ammay o'zchaqlab ish qilgan odamni shu maslahatimni ammaga vaqtini tatib ko'nglimdan selvetganga o'xshashlan bir ish. Bu bir misol. Benda Alloh yo'lini tanlamadimi, Alloh uni selvetdi. Alloh uni yuz o'rdi, qalbiga picha selingani shu. Undan qaytish fursati bo'lmaydi uningga. Demak, qalbga picha sap bo'lgandan keyin kufr olmadi. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Kufr bo'lgandan keyin qalbiga picha selindi. Xaliq subhanahu va taolo bütün shirklarning shirkini eng behojat bo'lgan zot. Qanday odam Allohga shirk keltirsa, uningdan behojatki, bir odam Allohga shirk keltirsa, "Oy, menga shirk keltirdi" deb Alloh uning yo Allohga hech qanday ziyni yo'q uningki. Mangdirib qo'ydi shu yo'lda. U har qanday shirk keltirib kelsin, Allohga hech qanday ziyni yo'q. Uni o'z shirkida menga asan shirk qildi. Bir odam tandi, mangdirib qo'ydi tanishdi. Tangan inkorida. Bir adam Budda so'rab ketdi, mangdirib qo'ydi shu Buddistning yo'lida, Budning yo'lida. Bir adam iymonni tanladi, uning Qur'onni berdi, payg'ambarni berdi. Shu yo'lda uni texmi go'zal ravishda yetaklab, oxirida jannatga kirishdi. Bu dinning insonning hidoyat qilinishining xarakteri bu. Alloh oldi bilan bütün insonga hidoyatni oldiga qo'yadi, yo'lni oldiga qo'yadi, inson tanlaydi. Tanlagandan keyin herkesga tanlagan yo'liga qarata yordam beradi. İmanni tanlaganlarga imonga, kufrni tanlaganlarga kufrga. İşkirlab kirkitiyirdi. İman tanlaganlarning imoni kundan kunga kuchib dunyoni tisirdi. Kufr tanlaganlarning kufri kundan kunga kuchib, hatto pechatlanib, xatoliqining o'tirg'i tushib qolib, xatoliqidan chiqolmas, kirmas bo'ladi, ya'ni boshqa narsa kirmas bo'ladi. Bu Allohning buning qalbiga picha sog'aldi. Shuni bilan bular ne ko'zi to'g'ri ishlarni ko'rmaydi, ne quloqqa yaxshi ishlarni anglamaydi, ne qalbi haqiqat va haqliq va haqsiz bu nuqtalarni tushunmaydi qalbi. Bu inson shu paytda davom ettirgan gap. Çünkü inson tanlashda to'g'ri tanlash kerak. Avvalgi yo'lni to'g'ri tanlash kerak.
Yani küffarlar, Kur'an'ın ifadesinde, yani Allah'ın Resulü'ne boğan imanını yuşurup, imanı etişini inkar kılıp, iman etmemiz degenlerinin küfür oğanlar. Şu inkar kıkallık sebebiden bulardaki idrakat vasıtlarına biçesenler. İnsandaki idrakat vasıtı üç bu. İnsan bir yeni məlumatını qubul qılmaq olsa, közdən qubul qılıdı, qulaqdan qubul qılıdı, qalb arqalıq o nərsini düşünürdü. Allah dəl bu üç xil idrakat vasıtısına, ma'rifat vasıtısına qulub salıdı. Piçetleydi, yəni qalb, qulaq, köz. Qalb bizga zahir olmagan idrakat ma'rifat vasıtası. Allah subhanahu va taolo bu yerda qalbni qulaq bilan ko'zga muqaddam qildi bu oyatda. Chunki bizga idrakat ishiklarini İdrakat yollarını bizge öğretmekçi. Kur'an-ı Kerim'de yeni bir ayette deydi. Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'en ve ja'ala lekumus sem'a vel absara vel af'ida la'allakum tashkurun deb ayettim Allah sizlarni ananglarning quzoqlaridan chiqardi, hech nima bilmaydilar. Sizlarga butun ilm ma'rifatning ishiklari bo'lgan quloqni, ko'zni, yurakni qilib berdi. Sizlar mush orqali ilm ma'rifatni o'zingizlarga qana qilasizlar, to'playsizlar. Ya'ni ma'lumot to'playsizlar, ma'lumotga erishsizlar deb oyatda mana degan bo'lsa, bugungi oyatda ma'lumotga, yangilikqa, iymonga erishmaslik, yangi uchurlarning qalbiga kirmaslikning to'salg'usida mush 3 xil vositani qana qildi, taqidi. 3 xil vositani ba'di işletmegendan keyin taqidi bu yerga qarata. Şoňa bir qism atrofimizdagi dindan yenib qolgan, dinni tanlamagan kishilarninki har qancha gap qilsaqmi, har qancha haqiqatni ko'rsimi, har qancha haqiqat oldiga to'g'rilansimi, bir xil cho'nmagan, anglamagan, ko'rmagan shaklda davranışlarning sababi bu. Yani Allah subhanahu va taolo bizga shuni o'rgatadiki, insondagi ilm, ma'rifat kirish yo'llari 3. Birisi quloq, birisi köz, yani birisi qalb. Endi biz maketayotgan ayet-i kerimede Allah qalbni ko'z bilan quloqqa muqaddam qilib keltirdi. İbayatdan qi va ja'ala lakumus sam'a val absar val afida sam'a. Absar, afida deb avval quloq, ko'z, yurakni keltirgan. Allah sizlarga mushtamoshdan naslini ba'dida. Ammo pichatladi degan oyatda avval qalbni pichatladi. Nimishqa? Chunki Allah subhanahu va taolo ularning kufrini tanlaganligini biladi. Mayda bir inchki nuqta bor. Uni ko'rgan, anglagan, lekin qalbidan kufrini tanlagan. Shuna olgandan keyin avval ish boshlangan yerdan boshlanish kerak. Bularning inkor qilishi, ashu yo'lni tanlashi qalbdan boshlandi, pichat qalbdan tortib selinadigan gap. Mana bu ixtiyorlik Allah ularning qalblariga pichat pichatlashdan ilgari bo'ladi bularning tanlashi. Qalbga pichatlash demek, bununla yeni ma'rifat, yeni ma'lumot kirmaydi. Onundan konu ma'lumotlar chiqib ketmaydi. Degan gap. Meyli ko'z har qancha ko'rsin, quloq har qancha anglab ketsin. Hech qanday ahamiyati yo'q. Chunki qalb Allohning pichit bilan pichatlangan, qalb sohiblari kufrni tanlab, kufrda chang turib qo'ygandan keyin avval bular tanladi, kufrda chang turdi, undan keyin tamomanda bo'lsa Tallığa yolangdan man, muşu olsun o yolang olsun hep piçetlep etti. Ahval bu. Allah subhanahu wa ta'ala bu xil kişilerini süpetlep, yani muşu Sur Bakara'nın ki biz 7. ayet ketabatımız, 14. ayette aldığımızda keledi. Summun, bukmun, amyun. Summun, bukmun, amyun. Bunu gaz, gaca, kargı da süpetlevadı Allah. Fehumla yarayacak. Çünkü hiç de bir tesir kılmaydı Allah'a. Tesir kılış çekirden ütep gitti, ola alıp gitti. Lekin bular nima uchun bu idrakat vasıtlarının hemmini yo'qotdi? Bulardaki nima uchun anglab tushunmaydi bular? Ko'rib tushunmaydi bular? Nima uchun qalbi ishlamaydi bularning yuragi desa? Chunki yo'gash bularning kafir inkor qilgan qalblarining atrofini butlay qurishib bo'ldi. Qalb bir narsani tushunmagandan keyin ko'z Allohning oyatlarini ta'ammul qilishdan ojiz bo'lib qoldi. Quloq Peygamber Aleyhisselam'dan bir narsani o'rganishga ojiz bo'lib qoldi. O'rganmadi, ya'ni topshirib ololmadi. Masala bu. Demak, ma'ula, hani kufrni tanlab, kufrda chang turib Allohga inkor qilganlar, Allohning shuncha risolatlari, shuncha payg'ambar, Qur'on turib yani inkor qilganlarga Alloh nima ish qildi?
Şunç peygamberliğini evetti tarihten bu yan. Şunç kitaplarını evetti tarihten bu yan. En ahirki mükemmel Kur'an-ı Kerim'ini evetti. Muhammed Aleyhisselam'ını evetti. Davetlerini bulağı yetkizdi. Lekin bunu inkar kıldı. Yani Allah bulağı qanday kıldı? Bunu inkar kılıp özünün yolunu özü tanlagan eken fe innehu yetehalla anhum. Allah bunu yüz ördü. Taşlap koydu bunu özünün yoluga. Man özünün yolda dep koydu. Çünkü bunu iman etmez Allah'ın nem buludu? Hiç nem olmaydı. Allah bütün dünyanın bir hacet. Dünyadaki bütün adamların iman eğitip ketişi, bütün adamların Allah'ı inkar edip ketişi Allah'ı kıyılçılık ziya ekemeydi. Bu noktadan man Allah'a yolanda man dedi Allah bulanı. Mana şunda qilib Allah subhanahu wa taala bularning manga yo'lini bularga qulayliqlashtirdi. Manga yo'liga yordam berdi. Qur'oni Karimda bu haqda yana bir oyat bor, sura Zuhruf'ninki 36-oyatida "Ve men ya'shu an zikrir rahman." Allah'ning zikridan yüz o'ragan kishilarga qarata. Ya'ni o'zining yo'lini o'zi tanlagan kishilarga qarata. Iymon yo'lining qarshisini tanlagan kishilarga qarata. Biz şeytanını musallat qilamiz. Degani shu yo'lda uni davomlashtirishga yordamchidan birimiz. Har kishining tanlagan yo'liga yordam bermasa bo'lmaydi. Iymonni tanlaganlarga iymon yo'llarini qulayliqlashtiradigan Qur'onni birimiz. Kufr yo'lini tanlaganlarga shu yo'lni ularga yordam beradigan şeytanni bir. Chunki hammadan o'zining ishini qulay qilsin. Yana bir oyatda hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tenezzalu ala kulli affakin athim. Yani cinayet ötküzgenlerninki, hata yolunu tanlaganlarninki şeytan ularga musallat qilganligini tilga oladi. Ularga şeytan çünkü ularning üstüge bana şeytan bularni yetaklaydi degan gapda. Allah subhanahu va taolaninki bilimininki, ilmining buyukligidan Allah mu'minning kimligini, kafirning kimligini biladi. İnsanlarning qaysining iymon etadiganligini, qaysining kafirligini biladi. Yani ularning ixtiyorligiga kirishmaydi Allah, aralashmaydi, lekin biladi uni. Ahmad iymon etamdi, Mehmet Samat iymon etamdi, ixtiyorligidagi ish. Ammo Allah uni biladi. Allah Nuh alayhisolatu vasallamni avatgan vaqtda Nuh alayhisalom Allohning yo'liga 950 yil chaqagan vaqtida tufan kelishdan ilgarilam Allah subhanahu va taolo Nuh alayhisalomga shu iymon etgan bir necha odamdan boshqa iymon etganligini biladi Allah. Allah subhanahu va taolo Nuh alayhisalomdan shu iymon etgan mu'minlarning tufandan qutulish uchun kim yasashini talab qildi. Masalan, bu masala Surah Hudning 36-37-oyatlarida tilga olinadi, qaranglar. Va uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qawmiki illa man qad amana. Nuhqa shunda vahiy qilindiki, qavmingdan mush atrofingda iymon etqanlar marsa iymon etmaydi. Mana Allah bilib bo'ldi uni butunlay. Ya'ni Allah subhanahu va taolaning ilmining buyukligidan bizning ko'ryapmiz mana. Ko'ryapmiz kufrda davom qilib kafir peti uludiganligini kimning? Allah buni biladi. Bu bir haqiqat bo'lsa, Allah kimning kafir bo'lganligini, kimning iymon etadiganligini, kimning kafir petiladiganligini, kimning mu'min petiladiganligini bilgan tursa, nima uchun o'zining Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan Allohning yo'lini, Qur'onni kishilarga yetkazishni nima uchun talab qiladi? Bular qiyomat kunisi o'ziga o'zi guvoh bo'lsin uchun. Ha, qilganma, qilgan. Deganma biz senga degan. Da'vat etganma, etgan. Sen nima degana, menda qilgan. Bu sabab bu. Yani mademler büyük şu günde kelib batıl jidal qilmasin uchun. Yo'q, bizga iymon payg'ambar kelgan bo'lsa iymon etdik. Yo'q, bizga Qur'on kelgan bo'lsa iymon etdik. Agar ularga hidoyat kelib payg'ambar ularni chaqirgan bo'lsa dinga iymon etdik deb mana da'vo qilib olmaslik uchun. Biroq nimishqamiz Allah subhanahu va taolo bularning qalbiga pijali, chunki qalb aqida o'rni. Aqida degan nima desa, qalbda o'rnagan muayyan, muqim fikr aqida bo'ladi. Muayyan fikr. Şunlaşqa bir mesele aqlda munozara qilinadi. Aql o'ylaydi, "Mash to'g'rimi, xatomi? Bu masalaning xarakteri qanday? Aqmidi, ko'kmidi?" Aqlning munozarasi tugab, o masalaning munozarasi tugab. İnson uningga tamoman qanoat qilib, bu masala manda ekan juma. Bu zotim mandaq ishkan deb bo'lgandan keyin lam bo'sh qilib o'rnaydi. Ikkinchi qatim kallamizga qaytib kelib, yeni bir qadam munozaraga tushmaydi u. Mana bu aqida, mana bu iymon. Iymon degan narsa narsa. Allah bormidi, yo'qmidi?
Ras peygamber evetgenmidi, ras Kur'an düşegenmidi? Delil paketlarga qarab, qanaat qilib qalbimizga o'rnatdik. Mana buni biz aqida. Ikkinchi qatim o munozara tiyimiz bo'lmaydi u. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda deydi: "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Ko'z qarg'olmaydi. Ammo qalb qarg'oladi. Kuparlarning masalasi mi? O'zining yo'liga qanoat qilib, shu yo'l zodi mening tanlagan yo'lim deb bo'lgandan keyin xolos uning aqidasiga aylandi. Ikkinchi qatim o qaytadan munozara tizimisi bo'lmaydi unda. Bir aqidan da'vat yetmaganda bo'ladi bu ahvol. Masalan, nurg'un kafirlar va hayotida tug'ilib iymon da'vat yetib boqmagan. Bularda bo'ladi. Bularga iymon to'g'rilanganda, bularga dalil to'g'rilanganda, Allohning yo'li to'g'rilanganda bular o'ylanadi bu haqda. Bu ish zoti qanday ish? Bu masala qanday masala? O'ylanib ikkisining birini tanlaydi. Ya iymonni tanlaydi, u bekiydi, xolos tugaydi. Ya kufrni tanlaydi, uni qalbiga o'rnashib bekib ketadi, tugaydi. Mana bu pechatlanganligi. Bular iymonga pechatlanadi, bular kufrga pechatlanadi. Kufrga pechatlanish bu yana boshqa narsa emas. Qalbda iymon e'tiqod sifatida o'rnashib bo'lganligin dal pechatlanib bo'lgan bo'ladi u. Uning iymoni kufrni tanladi u. Katta uning ishi. Chunki bu uning e'tiqodiga aylandi. O yonmaydı onundan. İkinci qatim o meseleni qayta munozara qilib o'tmaydi u. Alloh rahim qilgan kishilardan boshqasi. Yani qalb iymon masalasidan qarg'ib bo'lsa, ko'mib bo'lsa, qalb masalasini tugutib bo'lsa, qalbda masala o'rnab bo'lsa, ne iymonning pokligini ko'radigan ko'z yo'q, ne Allohning kalomini anglaydigan quloq olmaydi. Mana bu kufrni iymonning ustiga tanlagan insonlarga ahirette büyük azap. Bu ayetinin ahirisindeki ve lehum azabun azim diyor. Yani Allah subhanahu ve teala azap ne? Ve lehum azabun azim. Azap ne? Büyük, kattık, dertlik, harkıgıcı, kattık azap da sıfatlıydı Kur'an'da. Azabun alim, azabun muhin, azabun azim diye sıfatlıydı. El-azabul alim, yani alim, dertlik azap dediğimiz kattık dertlik sebep olduğunu Azabul muhin, el-azabul muhin de muhinle sıfatlangan azaplar bu dünyada mertebesini kötülep dünyada çoğun yaşayan adamlarga keladigan azap. Çünkü dünyada bular xo'jayin, rais, her zonton yoki her boy mesela yoki her amaldorlar mana adamlar oxiratda eng nachar holatda yashaydi. Bu bir ig'ir keladigan ahvol. Ya'ni hatta o'zining azoblanganidan bekroq ahanet ig'ir o'qidi bularga nisbatan. Ey mushtaq adamni to'q biz paloni jannatda yuriydi. Ma ig'ir azob o'qidadigan gap. Buni bular dunyodagi kufrning cho'nglari, katta boshlari. Chunki dunyoda bular ko'krikini kirib, mejisini kirib, mag'rurani yurgadi insonlar emasmi bular? Alloh ularni qiyomat kunisi shular agashga adamning oldiga kelib ahanet qiladi bularga. Bu el-azabul muhin oludu. Ama el-azabul azim, büyük azabda süperlendir ama bugünkü ayetimiz şu velehum azabun azim de süperlendirlik. Bu ne modesi? Allah'ın kudretine nispet bir azab. Allah büyük emez mi? Allah'ın azabı tekrar büyük oludu. Çünkü insanın kudretiyle güç kuvvet çeklik olsa ama Allah subhanahu ve taala'nın kudretiyle güç kuvvet çeksiz olduğundan gel. İnsan azaplasa, üzüge layık vermişse azaplasa ama büyük Allah cheksiz qudrat egisi bo'lgan Alloh azoblasa, bu ajoyib azob bo'ladi demdi. Chunki har ish harakat failiga munosib bo'ladi. Insonning qilgan ishi insonga loyiq bo'ladi. Alloh qilgan ish Allohga loyiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolaning qudrati har ishda buyuk. Bo'lgandan keyin azob Allohdan kelganlik sababidan o'rinda shunlashqa bu azob qanday azob bo'ladi? Buyuk azob bo'ladi. Ma'qul azob eng katta azob bo'ladi. Buni tasavvur qilib olmaydi buni. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Sure Bakara bizni bütün insanların karakteriga başlab beradi. Sure Bakara'nın 5'ida Allah subhanahu va taala bizga mu'minlarning sifatlarini, mu'minlar qiladigan bir ishlarni bayon qilib bo'lgandan keyin kufr haqida to'xtalgan. Kufrning masalasi u deb 2 oyatda. 4. oyatgacha mu'minlarning sifati etdi. 5. oyatgacha 6. 7. oyat kafirning sifati bo'lgan.
Endi Allah 8. ayette müminlen kafirinin oturdaki yani bir türlük insanlar var ya biz bunu münafıklar batayımız bular hakkında toxtaldı Kur'an. Yani Kur'an bizge Sure Bakara bizge kişilerini türlü ayırıp berýärdi. Bularning xarakterini de berýärdi. Bularga qanday muomala qilish haqida bizga ta'limot berýärdi Kur'an. Davatadaki Kur'an ve minen nasi men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir. Kişiler şundaq bir tip var. Şundaq bir türdeki kişiler var. Bular Allah'a iman etdik, ahiret gününe iman etdik deydi. Demek bularning davası, taşkiri ifadesi iman. Ve ma hum bi mu'minin. Emniyet ular mu'min emas deydi. Hem dünya hayatı dünyadaki kişiler üç türlülük oldu. Ya mümin, ya küfri, ya münafık oldu. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'nin 5. ayında Sure Bakara'da bizge bütün insaniyetinin bu yolga nispeten sübtini, ularning üç türlülük olduğunu birishni halap bayan kıldı. Birinci türlülükler bular müminler. Bularning sifatlarini Allah bizga yuqorqi 3 oyatda allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimunas-salata va mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik va bil ahirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim va ulaika humul muflihun degan oyatda mu'minlarning sifatini bizga berdi. Biz buni o'qib o'tdik. İkinci türlü kişiler bular kuffarlar. Allah subhanahu wa ta'ala bularning sifatlarini tuvandagi 2 oyatda bizga tunishtirdi. Innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Bu 2 türlü 2 oyatda kafirlarning sifati bizga berildi. Endi münafıklarga kelip münafıklarning sifatini 13 ayette aqadan bizga tunishtirdi. İnşallah 13 ayet münafıklar hakkında buludu. Münafıklar hakkında sal kengroq to'xtalamiz. Nimishqa? Bularning dinga bo'lgan xatirining zo'r bo'lganligi. Chunki dinni yiqidigini münafık. Kafir meselesi kelsak, biz ondan saqlanib diqqat qilamiz chunki o'zining kufrisini oshkor e'lon qiladi u. Ama münafık aldığınızda iman bilen, iman kıyafetiga kiradi, küfrni, yamanlıkni yushuradi. Siz onu mümin deb o'ylab, sirlaringizga xabardor qilasiz. Ash sirlaringizni din hujum qilishning vositasi quroli qilib oladi. Allah subhanahu va taala insonda turli talant, iqtidorlarni yaratgan. İnsan o'zi bilan intayin sog'lom yashaydi asli. Sağlam yaşaşı üçün insanın aşı talantları özara birisi-birisiyle maslaşışı, birisi-birisiyle tokunuşmaslık gerek. İnsanın nurgun talantı var. Nurgun bir tarafları olur insanın ki. Öz içindeki, vücudundaki talantla, iktidarla birisi-birisiyle maslaşıp yaşayan vaxtıda, tokunuşmayan vaxtıda insan sağlam yaşaydı. Mümin desek, bunun bütün iktidar alahillikleri birisi-birisiyle intayin maslaşıdır. Çünkü kalbüyle imanı itiqat kılıdı. Tili itiqat qilgan shu iman bilan so'zlaydi. Aqallisi bunun qalbi bilan tilning o'tirida zidlik yo'q, iqtidorlarining o'tirida, talantlarining o'tirida. Kafirmi desak bo'ladi. Bu o'zi bilan sog'lom yashaydi deb. Ya'ni bu iymonni rad qildi, qalbi bilan inkor qildi, tilimi buni so'zlaydi. Demak kafirmi ashaq qilsa desak bo'ladi endi. U shu o'z idisida yashaydi. Ya'ni ishchi bilan teshi o'xshash yashaydi. Mu'minmi shu? Ama öz iqtidorlari bilan sog'lomlikni yo'qotgan, sog'lom yashamaydigan birdan-bir odam münafık. Chunki u o'zining jamiyati bilan normal holatni yo'qotgan bo'ladi. O'zi bilan normal holatni yo'qotgan bo'ladi. Tili bilan qalbi o'ylamaydigan gaplarni deydi. Yushurayotganning aksida ko'rinadi. O'ylayotganning aksini deydi. Kishilarning bilib qolishidan qo'rqadi. Davamlı korkunç içinde yaşaydı. Bunun vaqtlik tugaydi deb o'ylaydi. Mana bu bunun tafakkuri. Bir iztirab içinde, qo'rqish içinde, mayaga olsa bir xil, ayaga olsa bir xil. Avulni mavullan tug'unni ko'rib qolamiki deb, bularni avullan tug'unni ko'rib qolamiki deb, ish qilib ikkining o'tirida bir so'qilgan tashdek yashaydi bu insonlar. Lekin bu xil ziddiyat, bunun vücudundaki bu xil ziddiyat tügümeydi.
Bunun dünyadaki en ahirki günügacha ölgüce davamlaşıdı. Bu ziddiyetini ahiretke ip ketidi. Sonra bu ziddiyet bunun qarta qarşı qopudi. Bu ziddiyet ahiretde bununla qarşı qopap, bununla örilip bunu dözaqqa so'rab apuradi. Qur'oni Karimda bu da haqqida Sura Fussilatning 21 oyatida hatta iza ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Bular keltirilsa bularning quloqlari, ko'zlari, tirlari qilgan ishlarini guvohlik beradi. Şu qiyomatda hatta bular qiynaldi. Çünkü dünyada Müslüman şekilde yaşadı emasmi? Qiyomatda şunun ödep qilishini arzu qildi bular. Maalesef bularning tirlari boshqacha, tillari boshqacha, ko'zlari boshqacha, putqollari boshqacha guvohlik beradi. Bular deydi-ki: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna?" Bizga qarshi nima deb guvohlik bersizlar? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli shay. Bunun putqol a'zolari deydi-ki, her şeyini sözletken Allah bizni sözler. Demek kıyametde mi bunu özülen bir xil to'qinish ichida turadi şu vaqtda. Digisi yok, putqolları dividi bularninki. Yani demek bularning bütün iqtidorlari, bulardagi bütün nirva, bütün a'zolar qiyomatda bularga qarshi qo'yadi. Bunu arzu qiladigan normal turmush, tinch turmush ne hayatida ne ahirette bular ro'yobga chiqmaydi. Bu erişenmeydi bununla. Dünyada erişenmeydi o tinch turmushqa, ahirette erişenmeydi o tinch turmushqa. Munofiqning tili onunga qarshi guvohlik qiladi. Ikki qo'li onunga qarshi guvohlik qiladi. Puti onunga qarshi guvohlik qiladi. Tirisi onunga qarshi guvohlik qiladi. Nima qildi endi onunga? Ishimi qolmaydi. Hatta munofiqning üzülen Rabbining o'tirida to'qinishi bor. Üzülen üzünün oturduğu tokunuş var. Üzülen cemiyetinin oturduğu tokunuş var. Hatta üzülen üzünün ahiretinin oturduğu tokunuş var. Bunun bütün işleri, hatta bunun olan kafirin oturduğu tokunuş var. Çünkü bunun tili kalbide yok gepini deydi. Münafıkın ahvali pek biçare, ya miskin. Pek miskin bu münafıklar. Her halette katı izdirat içinde bular. Allah subhanahu ve teala münafıkların ne sıfatlavatı bu bugünkü ayette وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Allah'a ahiret iman ettiği adamlar var. Bu mümin emas davatıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki münafıkların birinci sıfatı. Bular imanını ilan kılıdı, kalbide küfürlük var. Şu başka bunun imanının hemsi sahtı kıyafet. Başka xil görünüşke kiriveriş. Bular namazga ketse, namazga varsa, namaz bularga yazılmaydı. Çünkü bular namaz bilan haqqa, namaz o'qigan qiyomatga kiradi. Qalbidagi iman aytib turib ado qilmaydi namozni. Zakat ado qilsa, bu zakat bularga hasrat bo'ladi. Çünkü bular zakatni yomon ko'rib turib chiqiradi. Çünkü ularning kallasida zakat pul melini az qoldiradigan narsa. Bular uning oxirat savob olmaydi. Ulardan birisi bir jangda o'lsa, musibat, bearamlik bularga qattiq tushdi, qattiq yetdi bularga. Çünkü ular hayatını bihuda öldürüyotgan bo'ladi. Allah yo'lida sarf qilmadi, Allah yo'lida taqdim qilmadi o hayatını. Çünkü ularning kallasi yo'q. Demek bunun qilgan her işe bunga nisbatan azob. Ruhiy jihatdan azob, her jihatdan azob bular. Bayat deganimizda namozning bu kallasida men bika o'qiyotman deb o'ylagan bo'lgan, o'qigan namozi bularga yuk. Zakat bularningcha pul melini az qoldiradigan bika sho'g'achqa bergan pulni qo'li titrab turib birdan buni. Buni qatnashgan musulmonlarning har xil faoliyati bularga nisbatan yuk. Hatto musulmonlar bilan birga jihodga chiqib qolsa, bular bikaga behuda o'lgan bo'ladi. Chunki bular qalbidan chiqmadi u yerga. Behuda o'lgan bo'ladi. Buning hamma holati azob. Bunda tinchlik olmaydi bularda. Normal turmush olmaydi bularda. Chunki bular ikki xil odam bo'lgan ekan. Tili bilak, dili bilak odam bo'lgan ekan. Shu ikki xillikning ichida iztirob bo'lib yashaydi bular. Munofiqlarning ahvoli bu. Ya'ni bular qilgan butun ishlar bularga nisbatan dunyoda azob xapliq hisoblanadi bularga. Ammo mu'minga kelsak, namoz o'qiydi, ya zakat beradi, ya Alloh yo'lida shahid bo'ladi, mu'min butun ishlarni jannatni umid qiladi. Munofiq kelsak, ash ishlarning hammani qiladi, jannat umid qilmaydi, hech umid qilmaydi. Xuddi bular
Nifaq sebeplik Allah ularga dünya ahirette baxtsizlik neziyotgandaklan bir xil baxtsizlikka mubtala bo'lgandek insonlar bu. Ne ularga dünyada Allah yolunda qilgan ishlarida mu'min olgandek huzur yo'q, ne ular ahirette mu'minlar Allah'tan ümit qilgandek ecri yo'q. Bu munofiqlarning ahvoli. Munofiqlarning ahvoli to'g'ri tafsirga to'xtalamiz birodarlar. Bugungi darsimizda munofiqlarning birinchi sifatini tilga oldikki, "Wa minan nas man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir." Tilda iymon aytdi. Deydi, "Wa ma hum bimu'minin." Qalbida bular mu'min emas. Bu munofiqning birinchi sifati. Inshaalloh munofiqning keyingi sifatlariga biz keyingi darsda kelamiz. Keyingi darsda Alloh sağ salamat qilsa ko'rishamiz. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.